Salom hammaga. Biz Time to Bank jamoasi shu vaqtgacha Yangi O'zbekiston universiteti Career Center ilovasini platformasini tayyorlab berganmiz. Bundan tashqari uning shu universitet point sistemasini qilib berganmiz. Bundan tashqari biz Koreyaning Youth Start Acceleration programmasida qatnashib, birinchi o'rinda buni oldin olgan edik. Endi biz yechmoqchi bo'lgan muammo nima? Agarda birorta odam bankka boradigan bo'lsa, juda va uni xizmatlaridan foydalanish uchun navbat olishga to'g'ri keladi. Navbat olingandan so'ng juda ham ko'p kutilishiga to'g'ri keladi. Agarda birorta odam har kuni ish vaqtida, ish kunlarida ishlaydigan bo'lsa, navbatni oldindan olib qo'ya olmaydi. O'sha yerga borib, ancha vaqt kutib, o'zi navbati kelganda bank bilan o'zini ishlarini bajarishi mumkin. Agarda siz bankdan navbat olib, birorta ish yuzasidan ko'chaga chiqib keladigan bo'lsangiz, navbatingiz o'tib ketish vaziyatlari juda ham ko'p bo'lgan. Xuddi shu muammolarni ko'rgan holatda biz o'zimizning Time to Bank AI navbatlarni tartibga soluvchi dasturimizni taklif qilamiz. Unda bizning mobil, veb-sayt va yokida sizning ilovangizga API integratsiya qilinib, navbatlarni shu dasturlar orqali banklar uchun navbatlar oldindan olib qo'ysangiz bo'ladi. Bunda bizning platformamizda siz kirganingizda barcha banklar xaritalari va sizga eng yaqin bo'lgan banklar ro'yxati kelib chiqadi. Siz o'sha bankni bosib, undagi yo'nalishlarni o'z yo'nalishingizni tanlab, navbatni oldindan olib qo'yishingiz mumkin. Bunda bizning dasturimiz sizning geolokatsiyangizni ko'radi, ya'ni foydalanuvchining geolokatsiyasini ko'radi va o'sha foydalanuvchi va bank o'rtasidagi masofani hisoblab ketadigan vaqt plus bankdagi xodimlar va mijozlar sonini hisoblagan holatda shuncha vaqt oralig'ida sen kelishing kerak, shuncha vaqt oralig'ida sen yetib kelishing kerak degan bildirishnomalarni foydalanuvchiga berib boradi. Banklar nega bizning ilovamizni ishlatishi kerak bo'ladi? Chunki banklar qaysi kuni, qaysi vaqtda ko'p mijozlar kelayotgan yoki kelmayotganligini statistikasini ko'rib chiqishlari mumkin va o'sha vaqtlarga, masalan, aynan bir kun va bir soatga ko'p navbat olinadigan bo'lsa, xodimlar sonini o'sha vaqtga ko'paytirib yoki kamaytirib, xodimlar taqsimotini yaxshiroq qilishi mumkin. Va banklar bizning ilovamizni ishlatib qanday foyda olishadi? Biz banklarga keluvchi bo'lgan xodimlar, navbat olganlarning statistikasini berib beramiz. Bunda banklar bularni ko'rib chiqib, xodimlar taqsimotini o'shanga moslab joylashtiradi va banklarda juda ham navbatlar ko'pligi, hamma kutib qolgan, jahli chiqqan kabi muammolarni kamaytiradi banklar. Endi Temo veb-saytimizni ko'rib chiqamiz. Platformamizga timetobank.uz orqali kiriladi, ro'yxatdan o'tish mumkin, kirishimiz mumkin bu yerda. Email pochta va pasport parollarimizni kiritamiz bu yerda yoki Google orqali kirishimiz ham mumkin. Tizimga kirish qilamiz. Tizimga kirganimizda bizda asosiy oyna kelib chiqadi. Bunda bir nechta bizda bo'limlar bor. Misol uchun navbat kuzatish, ya'ni sizning navbatingiz qancha, o'sha biz oldin aytgan AI nativga bildirishnomalarimizni shu yerdan ko'rib boshlab bo'ladi. Bundan tashqari navbat olish, siz qaysidir bankni o'zingizga yaqin bo'lgan bankni tanlab o'sha yerdan navbat olishingiz mumkin, bank qidirishingiz mumkin, undan tashqari xizmatni baholashingiz mumkin. O'sha bankka borib chiqqandan keyin yaxshi yoki yomon degan ma'lumotlarni. Plus bizda hozir aktiv olingan navbat bor, bu endi bu uchun, buni ham ko'rib o'tamiz. Undan tashqari bizda web xarita orqali biz eng yaqin bo'lgan banklarni ko'rishimiz mumkin. Bu Google Map orqali API bilan tortib olib kelingan xarita. Biz o'zimizning xaritamizni yaratib, aynan banklar uchun moslashtirilgan xaritani tuzib chiqmoqchimiz. Va bu yerda har bitta filial o'sha ma'lumotlar qidiruvda ham qidirib topib chiqishimiz mumkin. Bundan tashqari biz aynan bir bankni tanlab, o'sha bankning filiallarini ko'rib chiqmoqchi bo'ladigan bo'lsak ham, bizda mavjud bo'lgan banklar bor. Va bizda o'zimizning navbatimiz o'sha ko'rib borishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, Mirzo Ulug'bek filialidagi kredit kartasi xizmatlari uchun o'z navbatimizni olganmiz. Bunga 12 daqiqadan keyin bizning navbatimiz keladi va xuddi o'sha haqida ma'lumotlar ko'rinib boradi. Endi pul qayerdan olishimizni ko'rib chiqamiz. Bu foydalanuvchilar uchun mutlaqo tekin. Biz faqatgina banklar uchun subscription based, ya'ni ular uchun oylik to'lovli qilib qo'yamiz. Bunda ham nega ular pul to'lashadi? Biz ularning o'zlarining ilovalariga API orqali yo'lakcha ochib qo'yib, odamlarni ularning ilovalaridan navbat olishi mumkinlik qilib qo'yamiz. Ular, misol uchun, Agrobank o'zini ilovasini ochadi va o'sha yerdan navbatni oldindan olib qo'yishi mumkin Agrobank uchun. Yokida ular ruxsat beradigan bo'lsa boshqa banklar uchun. Bundan tashqari bizning ilovamizga kirib, o'sha bank uchun navbatlarni ham olaversa bo'ladi. Va bu xuddi shu servislardan foydalanish uchun ular oylik to'lovni to'lashi kerak. Boshida birinchi, ikkinchi oylariga tekin bu narsa servislar va undan keyin kompaniyalar banklar bilan shartnoma qilib boshlanadi. Raqobatchilarga to'xtaladigan bo'lsak, bizda to'g'ridan-to'g'ri raqobatchilar yo'q, lekin banklarning o'zlarining ilovalari bor. Lekin ularda ham navbat olish sistemasi yaxshi shakllantirilmagan deyarli yo'q. Va bizda startap sifatida ham shakllanishga harakat qilayotgan, endi boshlangan ba'zi startaplar bor. Bu misol uchun IQ. Salom hammaga. Biz Time to Bank jamoasi shu vaqtgacha Yangi O'zbekiston universiteti Career Center ilovasini platformasini tayyorlab berganmiz. Bunda mingdan ortiq talabalar o'zlari ma'lumotlarini yuklashi, plus ishlarga shu ilova orqali topshirishi mumkin. Bundan tashqari uning shu universitet point sistemasini qilib berganmiz. Bu point sistemada talaba o'zi erishgan yutuqlarini kiritib boraveradi ilovaga va shu bilan pointlarni oladi va semestr oxirida universitet tomonidan rag'batlantirishga erishadi. Undan tashqari biz Koreyaning Youth Start Acceleration programmasida qatnashib, birinchi o'rinda buni oldin olgan edik. Endi biz yechmoqchi bo'lgan muammo nima? Agarda birorta odam bankka boradigan bo'lsa, juda va uni xizmatlaridan foydalanish uchun navbat olishga to'g'ri keladi. Navbat olingandan so'ng juda ham ko'p kutilishiga to'g'ri keladi. Agarda birorta odam har kuni ish vaqtida, ish kunlarida ishlaydigan bo'lsa, navbatni oldindan olib qo'ya olmaydi. O'sha yerga borib, ancha vaqt kutib, o'zi navbati kelganda bank bilan o'zini ishlarini bajarishi mumkin. Bundan tashqari, agarda siz bankdan navbat olib, birorta ish yuzasidan ko'chaga chiqib keladigan bo'lsangiz, navbatingiz va unda ham AI bilan bog'liq qismlar, foydalanuvchiga notification berib, ularga ko'proq qulaylik yaratishlar imkoniyatlari biroz cheklangan. Va mabodo biz yutib qoladigan bo'lsak, hakatonda nimaga bu pullarimiz ishlatiladi? Biz application developmentga, ya'ni ilovamizni xarajatlar serverga, hostingga va subscription bazalarga to'lanadigan obunalar uchun ishlatiladi. Undan tashqari marketing uchun ishlatiladi. Ko'proq odamlar bu ilovani bilib, undan foydalanib boshlash uchun va undan ham ortganini legal xizmatlarga, ya'ni yuridik xizmatlarga, MCJ ochish, kompaniya sifatida buni yuritishlarga ishlatiladi. Va sizlar bilan Time to Bank jamoasi bo'ldi. Rahmat.